Men baribir hammasini noldan boshlayman. Falonchini jiyani deyishlari jonimga tegdi. Men bu narsani ko'tara olmas ekanman. Boshimdan o'tgan hamma ishlarga javob berasizlar. To'xtang, qiynalasiz. Qo'lingizda hunaringiz ham yo'q-ku. Nima? O'sha paytda zahar berib, meni qiynaganlaringda qiynalishimni o'ylamadilaringmi? Eslanglar. Sotobida bo'pti, em bo'lsin. Mana tayyordan ichirib oling tezda. Ichmayman. Ichasan. Ichiring. Em bo'lsin. Bu giyohlar amakingizni iltimoslari bilan zo'rg'a tayyorlangan giyohlar. Ular hammasi miyani dam oldiruvchi giyohlar edi-ku. Nima bo'lganda ham sizlar bitta odamni hayoti bilan o'ynashdilaring. Amakim, tabib, san qarab turasizlar. Men hali noldan chiqaman. Amakimning darajasigacha yetib boraman. O'zlaring guvohi bo'lasizlar. Mayli uka, bu ishlardan amakingizga ham xabari bormi? Hali kechirim so'rab qaytib kelasiz, aytib-ber. Siz shuncha mol dunyoda, shuncha zavodda tashlab ketyapsiz. Siz noldan chiqa olmaysiz. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Orqaga qaytish yo'q. Agar men orqaga qaytadigan bo'lsam, non ursin. Tushundingmi? Qo'lingdan hech nima kelmaydi deganlarga ko'rsatib qo'yaman. Qachongacha falonchini jiyani degan nomda ostida yuraman. Men o'zim ko'tarilib hammalaringni qoyil qoldiraman. To'xtang. Qo'yor, ketaversin. Hayot o'ziniga qanday yashashni o'zi biladi. Hali yanini keladi, hech qancha o'tmasdan.